nima gap? Usta chaqirib uyni remont qila olmaymanmi? Sizga o'xshab eski uyga o'tiraveray. Siz meni butun mahallani oldida sharmanda qildingiz. Hali men eski uyda yashayman. Ana endi ustingizdan arz qilaman, sudga beraman sizni. Men mahallani vijdoniman, qadrdonlar. Meni yaxshiligimni hech kim bilmayapti, ko'rlar. Mana shu mahallada bog'cha quriladi deganida men janjal to'polon qildim. Shovqin bo'lib ketadi. Nima keragi bor dedim. Kafe bar quraman dedi, uni ham kerak emas dedim. Qo'ymadim, yoqqa yugurdim, buyoqqa yugurdim, yozdim, chizdim. Xullas kalom kafe barda ham qurdirmaydigan bo'ldim. Agar kimda shikoyat bo'lsa, qadrdonlar, mahalla vijdoni degan profilga kiringlar, obuna bo'linglar. Qo'shni! Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sezmayapsizlar, mana qo'shnilarning xonadonidan qandaydir hidlar chiqadi. Menimcha yashirincha oshxonami, qanaqadir six ochib olyapti. Shuni mana mahalla rais aytdi, 10 ta odamdan qo'l qo'ydirib kelsangiz, mana shu mahalladan ko'chirib yuboramiz bular, yo'q qilib yuboramiz deyapti. Shundagina qo'l qo'yib bersangiz bo'ldi. Men qo'l qo'ymayman, boshimni og'ritmay, qo'shnilar menga xalaqit bermayapti. Bashiramga darvozasini yopdimi? O'ktam aka, bu yoqqa keling. Bilasizmi, bir sekretni ish qilyapti bular.